Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Sizlarga bu navbatdagi stol stulimizni obzor qilib to'liq ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. Akalar, opalar, videodan oldin bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Bu ishimiz xurram fasonda, yog'ochlari yomg'irdan bo'lgan. Oyoqlari naqshli qilib ishlangan. Dimlariga gulli material qo'yib, pastga atomlik qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib. Orqalari pardali qilib ishlangan. Bunisi xonimizda oyog'i hozir terilmagan holatda turibdi. 12 kishilik material yong'oqdagi machalkalari 12 cm da 4dan 3 qavat qilib ishlangan. Bu xurram ishimizni 12 kishilikini 8 millionga vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Fonlari bu yerda tayyor turibdi. Pastda nomerlarni qoldiramiz, telefon qilib to'liq ma'lumot olaverasizlar jigarlar.